bemalol mana ko'rsalar bo'ladi. Noldan boshlab o'sha chizib rassomlarimiz bor, dizayn chizarganlarimiz bor. Hammasi mana shu joylashgan. 10 ta modellerimiz bor bizlarning o'tirib chizishadi. Hozirgi kunda aka mana Vostok zavod ko'p kishi masalan odamlarning miyasiga o'rnab qo'ygan rossiyskiy deyishaveradi. Mana siz bilan biz bilamiz, Rossiya davrida ham o'zimizdan oltinlarni o'sha Rossiyaga olib ketib eksport qilib, o'sha yerda ishlab chiqarib, o'zimizga import qilingan, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Mana hozirgi kunda siz ishlab chiqarib eksport qilyapsiz. Nafaqat O'rta Osiyo, Yevropagacha mana Vostok zavod hozir eksport qilyapti. Shuni odamlarga bir yoritib bersa deb. Bizda ishlab chiqarayotgan mahsulotlar mana Angliyadan hozir gaplashib turibmiz. Oyiga 300 kilo shartnoma qilib turibmiz. Shu kunda Xudo xolisa boshlandi. O'zi ekspertizadan o'tsa, o'sha ketdi Angliyaga mahsulotlarimiz yetib boradi Xudo xolisa. Dubayga, Gonkongga, Xitoy mamlakatlariga o'sha bizdan mahsulotlar ketyapti. Turklar ham o'sha so'rayapti, qaysidir modellarimizni mashlarni bizga qilib berib tursalaring, Yevropaga bizlar bilan shartnoma qilib turib, Yevropaga sotishni planlashtiryapti. Nima uchun aka shunaqa bo'lyapti hozir? O'sha ish sifati modellar bo'yicha ishlab, o'shalar so'rayapti-da, O'zbekistonda o'sha rivojlanib ketdi tilla ishlab chiqarish xudo xolisa. Bizda arzonroq chiqadimi yo oltinimiz bizni nima deydi? Oltin butun dunyoda bir xil, faqat bizning O'zbekistonda o'sha ham sifati ham yaxshi chiqyapti, ham arzonroq ham chiqadi. Ishchi puli ham arzonroq chiqadi. Chiqadi O'rta Osiyonikidan. Hozir mana aka ko'p brend zavodlar bor. Biz ham ko'p buni ijtimoiy tarmoqlarda harakat qilyapmiz odamlarga tushuntirishga. Ko'p masalan brend zavodlar O'zbekistonda kelib, o'sha o'zini zavodlarini qilib ishlab chiqarib eksport qilishyapti. Mana o'sha qatori siz ham mana chet ellik ishlab chiqaruvchi zavodlar bor-ku o'zi. O'shalarni o'zi kelib bizga mana shu mahsulotingdan misol uchun oyiga menimcha, mana bundan oyiga menimcha sekin-sekin bizni ko'raylik. O'shalar boshladi-da. Keldi o'sha Angliyani qaysidir davlat shaharidan bir 4 ta mutaxassis kelib, eng kattalari keldi. Kelib ko'rib, biz bilan shartnoma qilib ketgan hozir.